ko'pincha yoqimli. Kiramizmi? Albatta, qornim ochib ketdi. Dodo pizzaga xush kelibsiz. Nima buyurtma qilasiz? Iltimos, bizga bitta kichik pitsa va sharbat Ha, bering. yana mafin ham albatta. Juda ham zo'r tanlov. Sizdan 88 ming so'm. Terminalmi yoki naqdmi? Terminal o'zi nima? Salom pitssaxo'rlar. Bugun biz terminal bilan tanishamiz. Avval kassir buyurtmangiz narxini kiritadi, siz esa kartangizni mana bu yerga joylashtirasiz. Pin kodingiz? Stop! Muhim xavfsizlik qoidasi. Hech qachon pin kodingizni ovoz chiqarib aytmang. Terminalni sizga qaratishni so'rab, keyin kodni o'zingiz kiriting. PIN kodni kiritganingizda terminal UzCardga signal yuboradi. UzCard esa hammasi to'g'riligini va bank kartangizda pul yetarliligini tekshirib ko'radi. Agar shunday bo'lsa, u bankka hammasi yaxshi deydi va kartadan pul yechiladi. Siz esa tanlagan narsangizni sotib olishingiz mumkin. Nihoyat, terminal chekni chop etadi. Bu sizni xaridingiz to'g'risidagi muhim hujjat. Uni albatta saqlab qo'ying. Endi siz Dodo Pizzada xaridlarni qanday xavfsiz va oson to'lashni bilasiz. Yoqimli ishtahalar. Bu juda oson ekan. Ha, pitsa ham juda mazali. Uzcard.